kelin. Voy, assalomu alaykum. Iye? Onajon, yaxshi dam oldingizmi? Endi ko'cha supuryapsizmi? Yo'q, ertalab voqli turib supurib qo'ygandim. Yerlar qurib qopti, shunga qaytadan Qizim, necha marotaba sizga aytaman. Chaqqon ishlang deb, keyin suvni ayamasdan ko'proq seping deb, chunki peshingacha yetsin deyman. ayamasdan ko'p qilib sepgandim, onajon. Endi albatta xo'p desangiz o'lib qolasiz, to'g'rimi? Qattan ham sizni kelin qilganman, shunaqa ham noshud kelin bo'ladimi? O'g'limga chaqqon qizni olib bersam bo'lardi-ku. Uni buni qo'ying, nonushtangiz tayyormi? Ha, tayyor. Boring, Jamshidni uyg'otganmisiz, yo'qmi, turganmi o'zi, yo'qmi? Yo'q, hali hozir. Bo'ling, chaqqon bo'ling. Voy, qattan ham shunaqa noshud kelin qilganman, chaqqon kelin qilsam bo'lardi-ku ya. Uni ustiga xo'p deyishni o'rgata olmayman. Ha, yetgancha. Voy, Soraya. Ovqatingiz mundoq shirayam tortmagan-a? Qo'l uchida qilganmisiz? Kun bo'yi uyda bo'lsangiz, mundoq bir mehr berib, tuzukroq ovqat qilsangiz bo'lmaydimi? Oyjon, Nurbekni kuni bilan issig'i chiqib mazasi bo'lmagandi. Shunga ovqat qilishga o'zi zo'r ulgurdim. Voy. O'zi bola sizga bahona bo'lib qolgan. Bola bo'lgandan keyin kasal bo'ladi, inju bo'ladi. O'zichi uchta tug'ib, tilingiz 10 qarich bo'lib ketgan. Ikkita quloqsiz ishlamaydi, tilingiz ishlaydi. Xo'p deyishni bilmaysiz. Bor gap aytmoqman, onajon. Ana, hozirgina nima dedim sizga? Xo'p deyishni bilmaysiz-a? Qizlaringiz qayerda? Qo'shninikiga o'ynagani chiqib ketishgandi. Shu peshinda, quyosh tikkaga kelganda-ya, shu issiqda-ya, bola degan soya salqinda o'tirmaydimi? Hozir tushlik bo'lsa, osh-ovqatini yeb uyda o'tirmaydimi? Ular ham ovqat yeyish kerakdir balki. Boring, chaqiring. Nima qilib o'tiribsiz? Hozir onajon. Unaqa befarosat kelinni qayerdan topganman-a? Qaysi gunohim uchun menga bunday befarosat kelin? Tavba qildim. Ishxonamdagilar chest berib kutib oladi. Uyimdagilar bitta gapimni bir tinga olmaydi. Tavba. Shuncha gapirdim. Bitta xo'p degani yo'q-a.